Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kecha o'p qo'ygan ishlarimizda mana Matizimiz qopti, hali olib ketishmabdi. Bloklarni rastochi qilib tayyorlab berdik buni 0.50 ga. Karnavalning razmeri o'zi yaxshi ekan. И головкalarini полный remont qilib berdik. Gniezdo klapan направляющийlarni alishtirib, frezеровка qilib berdik. Полный moyka qildik. Bu yerda mana moykadan chiqqan ishlarimiz. Bitta BMW mashinasining головkasi kelgan. Buni ham remontini qilib, головkani ustini tekislab beramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana qiziqarli motor kelgan bizga. 5 ta silinderli Volkswagen mashinasining motori ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Volkswagen Audi. Tak. Bunga egalari remontni Porsche qidirishibdi, internetdan topishibdi. Olmay turinglar, oldin rastochi qilib ko'ringlar dedi. Gilzani o'zi chugunga o'xshadi, ozgina rastochi qilganimizdan keyin mana yaltirab alyumin bo'lib ochilib qoldi bu. Shunaqa motorlar qilgan tanishinglar bo'lsa, qilgan ustalar bo'lsa, bundoq kommentariyada qanaqa variantlar borligini yozinglar. Biz bunga endi gilza qoqmoqchi bo'lamiz. Polniy o'zini eski Porsche'larning razmeri yaxshi ekan. Eski Porsche'ni gilza qoqib beramiz. Bitta qilinadigan ishlarimiz. Keyin bu yoqda mana Hyundai Santa Fe mashinasini kecha olib kelishdi. Uni ham o'sha mana gilzovka qilib, rastochka qilib, blok ustlarini frezеровка qilib tayyorlab berdi egalariga. Kalemalarni ham tayyorlab beramiz endi. Xizmatlar bo'lsa kelaveringlar. Xizmatlarimiz blok rastochka, kalemal shlifovka, головка remont, argon svarkamiz bor, apressovkamiz bor. Keyin polniy moykamiz bor. Motorlarni polniy ximiya moyka qilib beramiz. Manzilimiz Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Ahmad Donish 110. Xizmatlar bo'lsa kelaveringlar.